Original retsept bilan mazali va tez tayyor bo'ladigan funchuza salatini tayyorlashni o'rganamiz. Ketdik. Yarim kilogramm funchuzani ustiga 3 litr qaynab turgan suv solib 10 daqiqaga qoldiramiz. 300 gramm mol go'shtining yumshoq qismini tanlab, birinchi parrak shaklda, keyin esa somoncha shaklda kesamiz. Kesilgan go'shtni o'rtacha qizigan yog'da 10 daqiqa davomida qovuramiz. 300 gramm sabzini somoncha shaklda kesamiz. 300 gramm bodringni ham somoncha shaklda kesamiz. Va 200 gramm qizil bulg'or qalampirini ham somoncha shaklda kesamiz. 100 gramm tozalangan chesnokni pichoq yordamida chopqilab maydalaymiz. 70 gramm kashnish bargini ham maydalab olamiz. Chesnok bilan bulg'or qalampirining ustiga 100 gramm qizdirilgan semichka yog'i solamiz. 30 gramm soya, 10 gramm uksus va 5 gramm kashnish urug'ini solib yaxshilab aralashtiramiz. Hamma mahsulotlarni bitta idishga jamlab, ustidan 10 gramm salat tuzidan sepamiz. Yarim tayyor funchozani idish ichiga solib yaxshilab aralashtiramiz. Shu joyiga erinchoqlik qilmasligingizni tavsiya qilaman. Ozgina vaqt va mehr, mazali salat tayyor. Yurakchani qizartirib, menga obuna bo'lishni unutmang. Sahifamda bundan da foydali va qiziqarli retseptlar juda ham